Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Sezar Nodir Podolov YouTube Instagram kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Gagarin ko'chadamiz 4 yilda. Ko'rishingiz mumkin, biza 5 xonamizni chiptalarni ishlab berganmiz, hurmatli obunachilar. 5 xona notijolarimiz hammasi fotopechatdan bo'lgan. Yetmaganda iyul oyi aksiyasida 69 ming so'm, 80 ming so'm aralığında ishlab berganmiz, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda siz ham bu narxdan zakaz etsanglar bo'ladi. Iyul oyi tugaguncha bu aksiya faol bo'lib turadi, hurmatli obunachilar. Agarda korpusni ishlatishim kerak, panel potolkalarni buzdirib qaytadan ishlatishim kerak degan bo'lsangiz, hozir zakaz berib qo'yib turib, keyin masalan iyul oyidan keyin ishlatsanglar ham aksiya bahida hal bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hozir bu potolkalarimizni 5 yil garantiyali yasab beramiz, ko'rishingiz mumkin potolkalarimiz. Tak, yine. Bellarimiz ham cho'tka deb korpuslarning ichine ishlab berganmiz. Hozirda faqatgina pechatlarimiz va sploshonlarimiz emas, balki bizning bort notijon potolkalarimiz ham aksiya bo'lib turibdi. Agar hozir o'sha korp, ya'ni gipsokardonda ishlamaganda biz shuni bortda ishlab bergan bo'lar edi, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, agarda siz shunday korpdan gipsokardonda ishlatimdan degan bo'lsangiz, biz o'zlarimizdan bort notijon potolkani ishlatsanglar ham bo'ladi. Gipsokardon, lyustralari hammasi o'zining ichida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu ish 2 kun ichida bitirib chiqib ketamiz bu narsalarni. Lyustralar ham ichida bo'ladi. Bundan tashqari shu iyul oyining 25-na bo'lgan surokdagi zakaz etadigan bo'lsangiz, 1 million so'mlik so'rovlar qo'shib beriladi. 1 million so'm pulni o'zini ketishingiz mumkin. Xohlasangiz fotoboy, xohlasangiz 1 million so'mlik lyustrani отдельный yutib olsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, bular ham ishlab berganmiz. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, yana hurmatli obunachilar, bu xonamizni ham bitirdik. To'ylarni ham qo'yib berganmiz. Islatib bergan nechta potolok bor? Tavsiyalar chiqqanmi? Ko'ngilingizda bo'lib chiqqan kamchiliklar yo'q. Bo'ldi, yaxshi, rahmat esa. Xo'p, hurmatli obunachilar, agar shunday zakazlar bo'lsa, bemalol tavsiyaga raqamlar murojaat etsangiz bo'ladi. Agar ish so'rab bilgan danshangiz bo'lsa, kompyuter mas'uliyati talabchan bola bo'lsa, bemalol tavsiyaga raqamlarga bog'lansanglar bo'ladi.